ommatan xalqimiz yeydigan narsasi bittasi mana u xamirni ko'ptiradigan drojlari. Butun dunyo tibbiyoti tahqiq qilyapti buni. Mana shu drojlarni yeyishlikda o'g'il bolalarda erkaklik sifati kamayib, zurriyot qoldirish, nasl qoldirish xususiyatlari qurib boradi deyapti. Avvalda go'standart degan narsa bo'lardi, kiradigan narsani tekshirib o'tkazilardi. Hozir endi yo'q bo'lib ketgan bu narsa, lekin ba'zi bir tadbirkor birodarlarimiz o'zini shunaqa mutaxassisligi bor ekan, Xitoydan keladigan drojlarni tekshirib ko'rishibdi-da. Tekshirganda uning ichidagi 1000 xil narsani ichida odamning jigarini talqoni ham chiqibdi-da. Endi Xitoyda din bo'lmagandan keyin halol harom degan narsa yo'q. Ularda asosiy maqsad natija. Bir narsani qo'shsa, yaxshi chiroyli ishirim nonni zo'r qiladigan bo'lsa, uni hojatxonadan ham olib qo'shib qo'yaveradi. Endi ularda din yo'q bo'lgandan keyin, halol harom yo'q bo'lgandan keyin asosiy maqsad natijada. Natija bersa bo'ldi. Shu xamirga qo'shsa yaxshi ko'ptiradimi, yaxshi ishiradimi, u halolmi, harommi ajratmaydi buni. Endi Xitoyda 1000 ta tadbirkor bor. Ular olib kelgan droji qaysinisiga shu harom qo'shilgan, insonning jigari qaysinisiga qo'shilmagan bilmaymiz. Bilmaganimiz uchun buni yemaymiz biz. Buni shubha deymiz. Yemaymiz u boshqalarga yema demaymiz. Shuni yemasa yaxshi bo'ladi deb qo'yamiz xolos. Agar aniq o'sha jigar qo'shilganligini aniq biladigan bo'lsak, buni harom deyirdik biz. Buni nonini yopma, birov nonni yopgan bo'lsa, bu nonini sotma deyirdik. Do'konchilarga shu drojasini olib kelib sotma deyirdik. Haromligini aniq bilganimizda. Qaysinisiligini bilmaganimiz uchun buni shubha deyapmiz. Taqvodor odam shubhaga hech ham yaqinlashmaydi. Bunaqa shubhali narsalarni yemaydi. Ayniqsa uyimizda kelinlarimiz juda chiroyli pishiriqlar, tortlar, bir narsalar pishirishni o'rganib olgan. Juda qaymoqda qildim, hamma narsasi toza uyda qildirganmiz deydi. O'sha uyda qildirgan narsaga ko'ptiradigan narsasini u bozordagi attordan olib kelib, haligi hidi chiqaradigan narsasini o'sha bozordan olib kelib, yana bir narsasini shu Xitoydan kelgan narsalarni qo'shib qo'ygan bo'lsa, u jiqcha qo'shib qo'yganmiz deyshadi. Bir tomchisi qo'shilganda shu harom bo'lib qoladi bizga. Musulmonlar hozirgi paytda avvalgidan 100 chandon ko'proq ehtiyot bo'lishimiz kerak bo'lib qoldi. Hozir halol bilan harom nihoyatda aralashib ketdi. Bundan tashqari o'zimizda ham taqvo bo'lish kerak-da. Shuncha shirindan shakar taomlarni qo'yib, yaxshi taomlarni qilib qo'ygan bo'lsa ham kalbasa yeb oladi yana. Yoki yana bir narsa shubhali narsani qo'yib qo'ygan bo'lsa, haligi Amerikadan keladigan tovuqda oyog'i bor, akarachka deb qo'yadi, u arzonroq ekanmi, hammasi ashunga o'rganib olgan odamlar. Bu bismillah bilan so'yilganmi, so'yilmaganmi? Musulmon so'yganmi, musulmon bo'lmagan odam so'yganmi? Buni bilmaydi. Arzonroq deb turib olib, shuni chiroyli qilib haligi qizil narsalarni aralashtirib qo'g'irib qo'ygan bo'lsa, bu yoqda mastavani ichdi, osh keladi. Haligindan ham yeb qo'yaraylik deyveradi-da. Shundan ham yeb qo'yaraylik deyveradi. Shubhali narsalarga hech ham yaqinlashmasimiz kerak. Ulug'larimiz insonni tilidan chiqadigan gapi uni yeyotgan narsasiga bog'liq degan ekanlar. Birov juda bema'ni gaplarni ko'p gapirayotgan bo'lsa, ovqatni ko'p yeydi. Birov makruh gaplarni ko'p gapirayotgan bo'lsa, demak makruh narsalarni ko'p yeydi. Birov har xil fahsh, uyatsiz so'zlarni gapirayotgan bo'lsa, demak u yeyotgan narsasiga yaxshi ahamiyat bersin. Shu yeyotgan narsasida harom bor. Harom desa odamlar xunuk bir achib qo'ygan yo boshqa narsani tushunadi xolos. Haligi bir tomchi narsa qo'shib chiroyli pishirib qo'ygan narsani halolmi haromligini ko'pchilik o'ylamaydi. Yeydigan narsamizga juda e'tiborli bo'lishimiz kerak. O'sha yegan narsamizdan bizi badanimizda go'shi bitadi. Bu go'shimiz agar harom yeb turib bitib qolgan bo'lsa, bu jasadimiz do'zaxga kirishlikka o'zimiz mahkum qilayotgan bo'lamiz.